Bolam qara. Bolam, shu ko'chada ham telefoningni yig'ishtirgan. Oyi, hozir telefonsiz hech narsa qilib bo'lmaydigan bo'lib qolgan. Yaxshi o'qish uchun ham telefon kerak. Ko'p yutuqlarga erishish uchun ham telefon kerak. Shunaqami? Ha. Lekin oldin bobolarimiz mana shu telefonlarsiz ham yutuqlarga erishgan-ku. Masalan kim? Masalan, Mirzo Ulug'bek bobomiz. Mirzo Ulug'bek bobomizning gadjetlari bo'lmaganmi? Aslida bo'lgan. Yur ko'rsataman. Mana bu bobomiz Mirzo Ulug'bek rasadxonasiga tegishli bo'lgan muzey. 2 xonadan iborat 50 ta eksponatlar bor. Vau! Shumi gadjetlari? Yo'q, bu xattotlik anjomlari. Qalamdon, chiroq, siyohdon, qalam. Yoki mamma gadjetlari? Yo'q, bu shu bobomiz davriga tegishli bo'lgan musiqiy asboblar. Mana ham hozir shunaqa deb o'ylagandim. Mana men senga aytgan Ulug'bek bobomizning gadjetlari aynan shu bo'limda joylashgan. Qani? Mana birinchisi. Bu Mirzo Ulug'bek rasadxonasida joylashgan armilar sfera nusxasi. Bu yerda bu armilar sferaning bir nechta nusxalari bor. Mana bu Mirzo Ulug'bek rasadxonasining qo'sh yoyli kvadranti. Ya'ni uning nusxasi. Bu muzeyda Ulug'bek bobomiz va shogirdlarining ilmiy asarlari, astronomik asbob uskunalar, kitoblar va qo'lyozmalar, eskiz va maketlar mavjud. Oyi, bobomiz bu uskunalarni nima qilganlar? Nima qilganlarini hozir ko'rsataman. Yur. Mana bu rasadxonani hozirgi kunga yetib kelgan ko'rinishi. Bu yerda nima qilganlar? Bu yerda bobomiz ana shu sen ko'rgan gadjetlar orqali osmon jismlarini kuzatgan, yulduzlarni o'rgangan va yulduzlar jadvalini tuzgan. Telefonlarsiz. Oyi, men o'ylab ko'rdim. Xo'sh. Men Bu yaxshi.